Hammaga salom. Biz Farg'ona yo'lidagi Quva tumanidamiz. Xudo xolasa 7 tali boksimiz ishga tushyapti. Bu tomonga Farg'ona ketish yo'li. Bu yog'i Yo'lbotir Asakaga yuradigan yo'limiz. 7 tali boks ishga tushyapti. Xudo xolasa montaj ishlarimiz yakunlangan. Mo'ykam juda ham a'lo sifatlar bilan, did bilan qilingan. Chiroyli qilib, bug'inamali to'q rangga e'tibor qilingan, seryozniyroq bo'lish uchun gret logotiplar bilan pistoletlarimiz italyanskiy uzunroq chiqarilgan variantlar zakaz qilinganligi klientlar tomonidan. Shlaylarimiz 6lik va 8lik qavatli, konsollarimiz rossiyskiy dongida. Terminallarimiz haj zakazga bo'ldi, qora rangli qizil fonlari bilan shu qora rang moslashadigan holatdagi esa 7 ta funksiyali ishlayapmiz. Texnik xonamiz o'rtada joylashgan. Chap tomonimizda 5 ta boks, o'ng tomonda 2 ta boksimiz joylashgan. Bundan tashqari foto apparat ham o'rnatib beryapmiz klientimiz oqshiga qarab turib. Hali o'rnatish jarayoni endi ketyapti. Joy tanlangandan keyin xudo xolasa buni o'rnatib ishlatib beramiz. Spesialistlar ketyapti. Montajlarimiz, masalan, texnik xonamiz holati, o'tkalarimiz tepaga joylashgan. 10 ta bochka o'rnatganmiz, 1 tonnalidan. Osmos filtrlarimiz 1 tonnali. Qo'lvorga rakinalarimiz past zakaz qilindi. Pena bachaklarimiz. Toyota bypasslari, dalin datchiklar bilan qo'yib berganmiz. Regirovka qilishga oson, shu 200 barli auto. Ular taqsimlanganlar ham komplektda bor ekan. Mana klientlarimiz xudo xolasa hafta qilib klientlar o'ylagan holatda qilingan. Red logotip tushirgan vakinalarimiz. Finalarimiz o'zimiz mahsulotimiz, Active Magic finalarimiz, bu Active gellarimiz. Hop, mo'ykamiz ish holatda tayyor, xudo xolasa. Bitta knopkali, 6 ta funksiyali, pauza knopkalari bilan dinamik variantda sumkalar bilan bo'lgan, xudo xolasa, moshina bo'ldi. Mo'ykamiz mana holatni ko'rishingiz mumkin, tayyor. Bu kamera olish qiynalyapti, boks uzoqlik hisobiga. Undan tashqari mana rakuna ham o'rnatganmiz, qo'lingiz uchun. Pedalli, yangi hozir trendga chiqayotgan variantimizdan. Xudo xolasa, suvlar ulanib mana holatga tayyorgarlik ko'rilyapti. Pedal bossa suv chiqadi, hali suv montaji ulanmadi. To'g'ri suvlangandan keyin yana bir video tashlab qo'yamiz.